Mayli, yaxshi boringlar. Ona? Hop, onam. Adam g'alati emasmidi? Nechta suvchilik keldi? Bitta o'g'illiklar keldi. Bermadilar-da. Bitta o'g'il 4 ta qizli joyga beryaptilar. G'alati emasmi? Erkak qizlar dabdalasini chiqarib tashlaydi singlimmi? Men ham shunga tushunmayapman-da bolam. Qani adem bilan gaplashaylik. Qarab sal eslar olib qolyaptimi deyman-da. Ada, shuncha suvchilik keldi. Bitta o'g'illiklar keldi. Hozir buni 4 ta qizi bor ekan. Erkak singlimni dabdalasini chiqarib qo'ymaydimi? Bo'ldi ezib. Men ham shuni aytaman adasi. Nimaga xo'p dedingiz? Bitta o'g'illiklardan keldi bermadingiz-ku. Ikkalovining ham ovozingni o'chirib o'tirishgan. O'zim bilaman men qat'iy nimaga berayotganimni. Bu 4 ta qizi borga berayotganim o'ziga yarasha sababi bor. Qanaqa sabab? Ada, shuni ayting, ko'nglimiz xotirjam bo'lsin. 4 ta qiz boqqan ota-ona har doim qizining baxtini o'ylaydi. U kelinga yomonlik qilsa, o'zini qizidan qaytishini juda yaxshi biladi. 4 ta qizni katta qilib boqib uzatgan qiz bolani dardini ham, qadrini ham tushunadi. U xonadonda u janjal chiqib qolsa, biri bo'lmasa biri qizning yonidan oladi onasi. Ada, to'g'ri aytyapsiz. Shuni tushunmaganimni qarang. Ha, bolam, hali qizlaringizni uzatsangiz, o'shanda siz ham yaxshi tushunib olasiz.